Namangan viloyati Norin tumani Haqlobodga kelganmiz. Mana norasida go'daklar ko'rib turibsizlar. Ularni otasi tashlab ketgan. Onasi hozir 3-farzandiga homilador. Kesera bo'lish kerak. Shunga o'zi ham hozir videoda gapirib tanishtirib o'tadi vaziyatni, nimalar kerak. Kadrda videoni oxirigacha ko'ringlar, hamma ma'lumotlar sizlarga to'liq tushuntirib o'tamiz. Assalomu alaykum azizlar. Sizlardan iltimos qilaman. Mana hozirda akademik litsey yotoqxonasida 5 yildan beri uy-joyim yo'q, qiynalgan sharoit og'ir joyda 2 nafar farzandim bilan yolg'iz yashayapman. Hozirda homiladorman. Bu yotoqxonani ham ta'mirtalab bo'shatyapti. Borar joyim yo'q. Xudo xohlasa avgust oyi ko'payishamiz. Xo'jayinim tashlab ketgan 2 nafar farzandim bilan yaqinda homilador bo'lganimdan keyin borar joyim yo'q. Iltimos menga yordam qilinglar, farzandlarimga, bizga rahmingiz kelsin. Qo'ldan kelgancha yordam qiling. Bir umr duo qilaman. Alloh rozi bo'lsin yordam qilganlarga.